Assalomu alaykum hammaga. Bizning navbatdagi bemorimiz kelibdilar Samarqand shahridan. O'zlari vrach, mediklar, ortiqcha vazn bilan. Bugun operatsiyaga olamiz. Oshqozon kichraytirish amaliyotini, ya'ni ortiqcha vaznda bariatriya operatsiyasini o'tkazamiz. Aytingchi, operatsiyadan oldin qanday harakatlar bo'lgan sizda ozishga? Men bir necha yillardan beri semizlikdan aziyat chekib kelaman. Zinadan chiqsam xasirab qolaman, ko'p terlayman. Keyin nima deydi, o'zimda bir noqulay his bo'lib yuradi bir zayl. Mana shuni evaziga hozir doktorga operatsiyaga keldim. Bir necha oylardan beri kuzatib yuraman doktorda Instagramda. Izlab keyin mana necha kun litsenlarimni olib operatsiyaga tayyor bo'lib mana keldim bugun. Necha kilo bo'lmoqchisiz operatsiyadan keyin? 60 kilo bo'lish niyatim bor. Bu juda yaxshi natija, sizga omad tilab qolamiz. Bemorimiz o'zi shifokorlar ataylab bizga kelibdilar, Instagramdan ko'rib, shu ortiqcha vazn ko'p yildan beri bezovta qilyapti. Tekshiruvlar o'tkazdik. Tekshiruv natijasida jigar kattalashgan, yog' bosgan hamda analizlarda ham ortiqcha vazn hisobidan o'zgarishlar boshlangan. Operatsiyadan keyin jigarlar yog' bosishlari ketadi. Bu kishida oldin qon bosimlari bezovta qilib ko'tarilardi, ular ham normaga tushadi hamda qand miqdori ham normaldan kelib qoladi. Natijalarni operatsiyadan keyin yana sizlarga ko'rsatib boramiz. Unda taroziga chiqamiz. 120 kilo. Albatta operatsiyadan keyin ortiqcha vazn ketadilar va o'zlari xohlagandek o'sha 60-70 kiloga kelib qoladilar. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar.